Nega Fancoil turbalarga mana bunaqa oddiy GVS turba emas? Paper Alpert alyuminli turbalar ishlatyapmiz. Buni sababi ikkita narsada. Birinchisi polipropilen o'zi, ikkinchisi diffuziya. Hozir tushuntirib beraman. Polipropilen mana shu ko'rib turgan GVS turbamiz molekulyar уровеньda решеточный ulanishlardan iborat tashkil topgan. Bu degani mana bu ko'rib turgan butun turba bo'lsa ham, yaxlit bo'lsa ham, buni ichi reshetkali ulanish. Diffuziya nima deydigan bo'lsa, diffuziya bu qaysidir elementlarni katta konsentratsiyada bo'lgan joydan kichkina konsentratsiyada bo'lgan joyga intilish. Havoda kislorodning konsentratsiyasi katta, suvnikidek kichkina. Shuning uchun mana boya aytib o'tgan reshetkali ulanishlarimizni orasidan havo suvimizning ichiga kirib keladi va bizani metall qismlarimizga zarar yetkazadi. Ayniqsa qishda isitishga o'tgan paytda buning ichidagi suv ancha sekinlashadi va diffuziya ancha tezlashadi. Ya'ni havo kirish. Shuning uchun biz kislorodning baryeri bor bo'lgan turbalardan ishlatyapmiz.